Xullas. Demak, Bilishga 18 kun. Xullas ikkita jo'ra, bitta jo'rasi rosa sho'x bo'lgan. Bu jo'rasida infeksiya bo'lgan, jinsiy yo'llarni yo'qovchi. O'sha jo'rasi pulga ishlaydigan bitta qiz chaqirgan. Keyin jo'rasi bo'ladigan bo'lsa, keyin bu jo'rasi demak, ko'ngil xushlik qilgan. Kasal jo'rasi. Kasal jo'rasi. Keyin sog'lom jo'rasi ham xullas oprovod qilish xohlagan. Sog'lom jo'rasi ham ko'ngil xushlik qilgan. Oradan ma'lumot o'tgandan keyin ikkalasi kasal bo'lgan. Bu jo'rasi aytayaptiki, по сути deyapti, men jo'ram menga kasal berdi. O'rtada bitta kishi bor dedi, lekin nima yo'qdi deyapti. Men kulyapman endi. Chunki jo'ram men kasal qildi deyapti. Bu juda xunuk eshitiladi musulmon odam uchun. U emas, lekin jo'ram. Ba'zi kasalliklar umuman ketmaydi. Afsuski, tibbiyotda ba'zi kasalliklar umuman davosi yo'q. O'limga olib kelmasligi mumkin, lekin hayot sifatini juda yomonlashtirib qo'yishi mumkin. Eng yomoni, masalan, bir umrlik ayolingga o'sha kasallik o'tkazib qo'ysang, sen agar ayoling tuzalmaydigan bo'lsa, bu juda xunuk holat, sen bir umr vijdon azobida o'zing. Bu o'ta nepravильно.